Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchi obunachilar. Bugun mana yana bitta pechkamiz tayyor bo'ldi. Samarqand viloyatiga bo'lyapti. Pechkamiz orqa pastki taraflariga ham mana shu nikkel pudradan sepib qo'ydik. Hammasi ichida bir xil bo'lib turishi uchun qopqoqli bo'lgan. Suv durishni ham quyadigan bo'lgan, tepadan ham tushadigan bo'lgan, ekraniki rezva qo'yilgan. Xo'p, pechkamiz o'sha hammomga qo'yiladigan pechkamiz ichida eng kichkinasi bo'ladi. Uzuni 70 sm, bo'yi bilan eni 40 ga 40. O'txona pastki qismi 50 sm, kulxona qismi. Xo'p, pechkamiz narxiga keladigan bo'lsak, 1,5 million so'm. Hozirgi paytda shunaqa narx ko'tarilib qolishi ehtimoli bor. 1,5 million so'm suv idishi bilan birga, xuddi shu komplekt upakovka bo'ladi. Boshqa hech narsa qo'shimcha bo'lmaydi. Materialimiz turli material. Zakaz asosida tayyorlab berildi. O'txona, kulxona doimgidek gazga moslanmadi. Lekin gazga ham moslab beraveramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomerlar qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib telefon qila olasizlar. Dastavka O'zbekiston bo'ylab kelishilingan holatda, ya'ni dastavkaga mashina gaplashib chiqarib beramiz. Pochtasini o'zingizlar berib olib qolasizlar. Hammomda pechga qo'yiladigan xona kichkina bo'ladigan bo'lsa, mana shu eng kichkina razmerimiz. Ancha ixcham va udobniy turadi. Pechkamiz suv idishi bilan birga o'xshay narxi 1,5 million so'm. Hozircha suv idishsiz pechkani o'zi 1,1 million so'm narxda.